Assalomu alaykum Avtoshop podpischiklari. Ko'p vaqtdan beri YouTube kanalimizga video qo'ymadik. Sizlar bilan bugun mashinalarning hammasini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa video like bosib qo'yasizlar. Salonimizdagi barcha mashinalarni ko'rib olsangizlar bo'ladi. Biz navbatdagi kinoqsagan mashinamiz o'rtoqlar. Shot spravka deysizmi, ozgina yurganmi, ko'proq yurganmi, yili eskilarimi hammasidan topib berishga harakat etamiz. Kinoqsanimizni xolasangiz go'ng sveti, xolasangiz oq sveti, xolasangiz qora svetlaridan mavjud sotuvda. Birinchisi bilan qiziqib o'tamiz. 2025-yil mashinamiz doğru salondan olinib bizning avtosalonga kelgan. Bahosi 480 million. 2025-yil. Hali birinchi nomerlar ham olinmagan. Equinox'dan ko'rib turgan bo'lsangizlar, keng assortimentda bizda mavjud. Ko'rsangizlar, xohlaganingizni bizdan topib kelsangizlar bo'ladi. Xorazmdagi eng komfort mashina sotadigan Avtoshop avtosalonida xohlagan mashinalaringizni topib berishga harakat etamiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa Avtoshop avtosalonida sizlarni kutamiz. Navbatdagi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, hop, 15,000 kilometr yurib turibdi, 440 million so'm. Mashinalarimizni bemalol ustoq tekshirtirib, keyingina pul solib xarid etaverasizlar. Navbatdagi mashinamiz 2023-yil. Yurgani 25,000 probeg yurib turibdi. Oq svet. Bu 472lik full varianti RS. Tonirovka razрешениялari ham bor. Ichki holat ham yaxshi holatda turibdi. Malibularga keladigan bo'lsak, siz xudo xolasa avtosalonimizga keladigan bo'lsangiz, aldingizga 14 dona va 14 dona Equinox'ni qo'yamiz. Xohlaganingizni tanlab xarid etsangiz bo'ladi. Ya'ni aytsakim, keng assortimentdagi va undan tashqari sizlar bizning avtosalondagi mashinalarimiz yoqmasligi mumkin. Shuning uchun bizda bir daftar bor. Shu daftarni ochamizdan egadan, ya'ni shunday sotmoqchi bo'lgan odamlar bizlarga nomerlari va rasmlarini bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga ko'nglingizga qadam mashinani egadan ham oldirib bilamiz. K5 avtomobillari bor bizda mavjud. Ko'rsangizlar bo'ladi. Ko'rsangizlar. Ko'chaga chiqadigan bo'lsak, shu san'at bilan ham sizlarni bir tanishtirib o'tamiz. O'rtoqlar, mashinamiz 2021-yil salondan 450 million so'mga xarid etilgan. Durishini qarang, o'ta ideal. Kraskalar ham yo'q, adashmasam. Bu eng fulundan bir pasi. Balonlar ham yaxshi holatda. Ko'rsangizlar. Hozirda bizda katta sketchalar yetib turibdi. Gentra deysizlarmi? Gentralarni hozirda 10 million so'm bilan Gentrani bizda xarid etib kelsangizlar bo'ladi o'rtoqlar. Shu mashinamizni bir ko'rsatib o'tsam. Shu Gentramizni aksiya qo'yib beraman. Ya'ni 10 million so'm bilan bemalol hamma ishingiz bitadi. Notarius, GAI xarajati, hamma narsasi ichida. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar 100% rodnoy, bemalol tekshirtirib olsangizlar bo'ladi. 4 dona yumshoq balon, tonirovka, razрешение, pokoleniya metan, hamma narsa bor. CC monitorga qo'yiladi. Keyin ko'p yurtdoshlarimiz bizdan Onyx qidirib yuradi, ya'ni so'rab yuradi. Va sizlar uchun katta salonni arzonlatib beramiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 14,000 kilometr turibdi mashinamiz, benzinda 140 million so'm mexanika displeylar. Kelaverasizlar, Avtoshop avtosalonida sizlarni kutamiz o'rtoqlar. Navbatdagi mashinalarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Kimga no mashinalar qiziq, shuni bizlarga bir kommentariya yozib ketadigan bo'lsangizlar, xudo xolasa sizlarning takliflaringizga binoan mashinalarni aksiya qo'yishda davom etamiz.
salonimizda xohlagan avtomashinangizni xarid etkizsangiz bo'ladi. Bilasizlar, bizda naqd barter nasiya savdo, siz xohlagan to'lovsizda kelsangiz bo'ladi. O'sha trekkerni ham sizlarga 16 million so'm bilan avtokreditga chiqarib beramiz. 16 million so'm bilan kelasiz, hamma ishingiz bitadi. Notarius gayi xarajati, hamma narsasi ichida. Под ключ. Nasiya savdodan ish bo'ladi deydi yurtdoshlarimiz uchun. Nasiya savdo bizda hayot ijara orqali islom moliyasi tamoyillar asosida nasiya savdoni beramiz. Bunda dokumentalniy nasiya savdo bo'ladi. Sizlarga hozir tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bunda polni mashina odlaringizni o'tirib beradi va sizlar mashinani odlaringizni o'tirib bemalol haydasangiz bo'ladi va bundan nasiya savdodan oyma-oy bo'lib to'lash sharti bilan sizlarga chiqarib beradi. Boshlang'ich to'lovi 20% dan boshlanadi. Keyin Captiva bilan ham tanishtirib o'tamiz. Bizda hozir sotuvda mavjud 2018 va ikkinchisi 2018 oq qorasi mavjud. Xohlasangiz metallisi, xohlasangiz propanlisi va undan tashqari yana boshqa Captivalar kerak desangiz ham bemalol xudo xolasa egadan bo'lsam topib sizlarga kelib ko'rsatib beramiz. Asa galaverasizlar, avtosalonda sizlarni kutamiz. Naqd barter nasiya savdo, siz xohlagan to'lovsizda faoliyat olib boramiz. Shuning uchun video like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Keyin no'm takliflar bo'ladigan bo'lsa, takliflar bildiradigan bo'lsangizlar, xudo xolasa biza shu narsani chiqarishga davom etamiz. Ya'ni takliflaringizga binoan faoliyat olib boramiz. Ko'rsatib beramiz. Avtosalonimiz adresini tushuntirib o'taman. Toza Turk bozorining Manglayida joylashgan, ya bo'lmasa Gullan yo'lidan kelishingizda chap qo'lda joylashgan Amudaryo stroy materialining yonida. Hammangiz avtosalonda kutib